Ellikqal'a tumani Ichki ishlar bo'limi yo'l harakati jamoat xavfsizligi yo'l harakati guruhi katta inspektori Bekzod Qo'chqarov o'z kasbining fidoyilaridan biri. U vatanimiz tinchligi, xalqimiz osoyishta hayoti va xavfsizligini ta'minlash maqsadida bu kasbni tanlagan. O'z faoliyatini boshlaganiga 5 yil bo'lgan qahramonimiz barcha hamkasblari singari ahdiga sodiq, xizmatga hamisha shay. Zimmamizda yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlash, yurtdoshlarimiz safari bexatar bo'lishiga hissa qo'shishdek mas'uliyat yuklangan. Men buni qalban doimo his qilaman, deydi u biz bilan suhbatda. O'z vazifasini mas'uliyat bilan bajarib kelayotgan qahramonimiz uchun ishining har bir jarayoni muhim. Bekzod Qo'chqarovning ham ish kuni odatga ko'ra tongi saf ko'rigidan boshlanadi. Ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi xizmati bo'limida tongi ko'rikda barcha xodimlarga kunlik vazifalar belgilanib, zaruriy ko'rsatmalar beriladi. Bekzod Qo'chqarov ishni ertalabki tig'iz vaqtda yo'llarda haydovchi va yo'lovchilarning xavfsiz harakat qilishini nazorat qilishdan boshlaydi. Ushbu jarayonlarda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilarga ogohlantirish berilib, tushuntirish ishlari olib boriladi. Red tadbirlari nafaqat shaharning markaziy ko'chalarida, balki mahallalarda ham o'tkaziladi. Shular doirasida svetoforlarning soz holatda ekanligi doimiy nazoratga olib, zarur amallar bajariladi. Shuningdek, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari xodimlariga ham vazifalariga doir tushuntirish ishlari doimiy ravishda o'tkaziladi. Albatta, yo'l harakati hodisalarining sodir bo'lishi faqat haydovchining harakatiga bog'liq emas. Yo'lovchilar ham yo'llarda to'g'ri harakatlanishi lozim. Buni yaxshi anglagan qahramonimiz xizmat vazifasi doirasida ayni vaqtda yoz ta'tilini oromgohlarda o'tkazayotgan bolalar bilan uchrashib, ularning yo'l harakati qoidalarini o'rganishlarida hissa qo'shadi. Yosh bolalar o'ynashi mumkin deb turibdi, meni haydovchilarni ogohlantirib. Bu yerda meni taqiqlab qo'yibdi. Bo'ldi, chegarasi tugadi, bu yoqda yo'q deb turibdi. Ko'rdingizmi? Yo'l belgilari tanishdingizmi? Bolalarga yo'llarni kesib o'tish tartibi, piyodalar o'tish yo'laklaridan o'tishning xavfsiz jihatlari, tungi va ko'rish cheklangan vaqtlarda yo'llarni kesib o'tish qoidalari birma-bir tushuntirildi. Noxush holatlar yuz bermasligi uchun hayotiy misollar bilan ham ularning hushyorligi oshirilishga harakat qilindi. Noxush holatlar yuz bermasligi uchun hayotiy misollar bilan ularning hushyorligi oshirilishiga harakat qilindi. Xizmat vazifasi doirasida tumandagi Bo'ston Trans mas'uliyati cheklangan jamiyatida ham bo'lib, u yerda faoliyat yuritayotgan xodimlarga ham zaruriy tushuntirish ishlari olib boriladi. Shu bilan birgalikda haydovchilarning salomatligi ham doimiy nazorat qilib turiladi. Haydovchilar bilan alohida suhbatlar o'tkazilib, yo'llarda xavfsiz harakatlanishlari va avtotransport vositalarining soz holatda bo'lishi yuzasidan kerakli ko'rsatmalar berib boriladi. Shuningdek, Bekzod Qo'chqarov kun davomidagi xizmat vazifasi chog'ida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratadi. Yo'lda sergak turib, qoida buzgan haydovchilarni aniqlab, tegishli tartibda javobgarlikka tortadi. Yo'l-patrul xizmati xodimining vazifasi faqat jarima solish emas, haydovchi va yo'lovchining sog'-salomat uyiga yetib borishini nazorat qilishdir, deydi qahramonimiz. Ayniqsa, haydovchilarning xavfsiz harakatlanishlari uchun yo'llarning soz holatda bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham shahar va mahalliy ko'chalarda ta'mirlash va yo'l belgilarini o'rnatish ishlariga alohida e'tibor qaratiladi va mazkur ishlar o'z vaqtida xodimlar tarafidan amalga oshiriladi. Kunning birinchi yarmida xizmat vazifasini bajargan Bekzod Qo'chqarov kunning ikkinchi yarmida ichki ishlar bo'limiga kelib, hamkasblari bilan kunning sarhisobini qiladi. Ertangi kun uchun rejalar tuzadi. Mehnati davomida kasbidan mamnun, xalq va davlat uchun manfaatli ishlarga kamarbasta bo'layotganidan faxr tuyadi.